23. Demak, AO'si 90 gradus. Mana 90 ekan. A bu 4 ga teng. Mana bu yerdan bu yergacha 4 ekan. A'dan B'gacha, mana shu nuqtadan shu nuqtagacha. Xo'sh, B'si 9 ga teng. Mana bu yer 9 ekan. Bo'yalgan soha yuzini toping. Demak, e'tibor qilsangiz, mana bunday balandlik tushirib yuborsak, ya'ni bu balandlik bo'ladi, chunki urinmaga perpendikulyar bu radius. Ya'ni aylanar radius. O'sha balandligimiz 4 ko'paytirib 9 ga teng qoida bo'yicha, ya'ni 36 dan 6 chiqadi. Mana. Bu 6 ekan. Endi bizda qiladigan ish nima? Birinchi o'rinda uchburchak yuzini topamiz. SAO'si uchburchak yuzi teng 1/2 ko'paytiruv. Asosimiz 4 ga 9 ni qo'ysak 13. Chizma xato bo'lishi mumkin. Buni e'tibor qiling. Bu yog'i 4, bu yog'i 9 bo'lib qolgan-ku. O'shuning uchun shart xato bo'lishi mumkin. Mana chizmasi xatoda, sharti to'g'ri. Naborot aslida A B ni 9, B ni 4 deganda juda manfaatli ish bo'lardi. Lekin shu mualliflarga ham kattakon rahmat. Shuncha qilib bergani uchun. Ko'paytirib 6. Ya'ni A B ni yuzi bu. A O ni yuzi. Shunda 6 bilan 3 qisqarsa 39 bo'ladi. Endi ikkinchi qiladigan ish mana bu doirani chorak qismini yuzini topish kerak. Nega chorak deyapman? Chorak degan sababi mana 90 gradus bo'lgani uchun 360 gradus teng 4 taga bo'ladi. 90 o'shuning uchun chorak. Ya'ni o'sha bo'yalgan sohani yuzini topish uchun bo'yalgan qilib qo'yaman. Teng doiraning yuzini pi kvadratda 4 ga bo'laman. Pi ni o'rniga 3 qo'yaman. 3 ko'paytiruv. Radius 6 mi? 6 ni kvadrati 36. Taqsim 4. Qisqarib ketsa 27 chiqadi. Demak, mana shu 39 yuzadan 27 ni yuzani ayirsam, mana bu bo'yalgan, ya'ni yashil soha, sariq bor-ku. O'sha yashil desang ham farqi yo'q. Mana shu bo'yalgan soha yuzi kelib chiqadi, ya'ni 12. Demak, to'g'ri javobimiz 23 ga, mana C varianti.